Oyijon, onamlarni uyiga borib kelsam bo'ladimi? Bugun tug'ilgan kunlari edi. Mayli, borib keling. Uyda bolaga dori, kasha, taglik, rasxot juda ko'payib ketdi. Oyingiz ham ozgina boqsin. Uyingizdagilar olib kelib qo'ysin. Ortiqcha rasxot qilmang, biror narsa olib borishingiz shart emas. O'zi uyda o'tirsangiz. Qizim, kelganingdan juda xursand bo'ldim. Nevaramni ham juda sog'ingandim. Qancha oydan beri uyda yuribsan-a? Bolang dadasini sog'inmaydimi? Onangga ham rahmim keladi. Bitta qizini tashvish qilib, ikkita qilib qaytarib olibdi-da. Assalomu alaykum oyijon, yaxshimisiz? O'g'lingizga telefon qilsam ko'tarmadilar. Biz uyga bormoqchi edik. Ha, yaxshimisiz? O'zi nevaramni mazasi yo'q deyotgandingiz-ku. Yaxshilab davolab tuzatib kelinglar. Ikkita ayol bitta bolaga qarolmagandan keyin davolatib keyin jo'natsin. Nima? O'g'limni ishdan qoldirib, doktordan doktorga yugurtirib yurmoqchimisiz? O'g'lingiz ham bog'chaga chiqdi. Endi uyda o'tiravermay, ish topib o'g'limga qarashing.